Eyo barchaga salom. Obunachilar, qadrli jigarlar, bugun sizlar bilan mana o'zim akkauntimda 163 ming almazga open pack qilamiz. Bugun mana utotslar kelgan. Agar bilganlar biladi. Hop, utots ochamizmi, nima ochamiz? Utots 1 kelibdi. Menga kim kerak? Kim bu yerda mana ular kelibdi. Bular ham nimadir ketdi. Yo'q, bu yerda Husanov. O'zbekiston o'g'loni. O'zbekiston o'g'loni qaranglar. Orqa fonda O'zbekiston bayrog'i ham turibdi mana. 2148 obrona, нормально lekin. Yomon karta kelmayapti. Xo'p. Bu 3 ta ochaylikda menga ko'proq Kylian Mbappe yoqadi. Qani, bismillah deb. Bu yerda utots bermadi lekin. Fransiya. LV. Ay bilay Mbappega oz qoldi. Nima Real bo'lmaydi mana. Real bo'lsa bo'larmi? Hop. Endi hop. Keyin 1. Ya bu yerda Normaniyadan chiqmaydi yo'q. Fransiya. Kam? 2 Milano FC. Da. Bu kim endi? Rabiot 116, normal lekin 116lar. Mana to'lib qoldik endi mana. Unda 10 talik ochamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim deb. Yo jigarlar. Utots bola. Kim? Shveysariya. Golkiper. BVB. Endi kim? Kobel. Yo, utots. Lekin Kobel. Peshman mor. Bas. Full body Suarez. Xullas. Endi bu yerdan olishmizdan utots ushadik. Qayerdan endi ochamiz? Mana bu yerdan ochib ko'raylik bitta. 4,5 mingtaga. Qani? Omad keladimi yo'qmi? Nixuya. Endi 10 talik 1 2 3 The World deydi. One more update. Lekin menimcha bu yerda tuzugadan bermadi yo'q. Bizlar internet qotib qolyapti. Mana qoladigan. Nigeriya RV bu Crystal Palace FC 117 sariq. It tanimaydigan odamlar juda zo'r. Meni qaysi daraxtni ochamiz? Mana shuni ochib ko'raylik. Bu yerda Ronaldo bor ekan. Ronaldo akamiz, Ronaldo bratimiz bizga berishaydimi? Yo'q, yurib ketdi, yaxshi. It tanimaydigan davlat, LV. Va dadasi tanimaydigan yana kimdir. Bu yerda nima bo'lib qoldi? Mana bu yerdan kimni tushirishga harakat qilaylik-da. Kim? Husanov menimcha tushirish qiyin. Qolgan draftımizga yana utots ochamizmi? Utotsda utots ochamiz qolgan draftga ham. Qolgan almazimizga. Bu yerda normal odam berish imkonsiz. Hop, yana bitta. Va bo'ldi adashimiz ammo 3 ming almazimiz qolibdi. Xo'p, qaysini ochamiz? O'zimiz Husanov, please. Husanov tushsa yaxshi lekin. Husanov tushmaydi. Nimani ko'rib turganingizda bizda umuman almaz qolmadi. Evazga biz utots ushadik. Utots ushaganimiz yaxshi bo'ldi. Hop, qani hozir utotsimiz Kobel. Hop, 120 over. Endi mana Diego Coshdan olamiz. Keyin bu yana Kobel qani? Kobelga beraylik-da. Kobelga beramiz. Nice. Endi bu Kobelni men ko'tarishga rankabim yo'q. Albatta keyingi sezonlarda ham agar endi almaz bo'lsa bolalar, xudo xolasa open pack qilamiz birga. Yana bitta video chiqaraman tez orada.
Va hozirgi videomiz, ya'ni bugungi videom shu bilan tugaydi, chunki menda o'sha almos qolmadi, ya'ni ochilayotgan narsalar qolmadi. No, to'rt ushladik, bitta bo'lsa ham. No, короче, hammalarga xayr.